Yüz aytdim, uy sharoitida. Uy sharoitida. Cho'lchang. Qarang. Ko'ryapsizmi? Mana. Uy sharoitida. Uy sharoitida bo'g'in kasalliklarga sistemli sklerodermiya, 3-darajadagi rakka, 3-darajali rakka. Yuvib, tozalab, quritib, parashok xohlagan usulda yeng. Bismillah. Video to'xtab qoldi. Qaytadan. Quritib yeng, hech narsa qilmaydi. Suvga ivitib qo'yasiz. Tuprog'i chiqadi. Mana shunday hozir qozib oldim, mana. Hozir qozib olib, hozir yeyman, mana. Da. Yutib yubordim, bo'ldi, ketdi ichiga. Nima bo'lsa bo'ldi ichkarida. Tushundingizmi? Qiling, делайте это. Я не говорю, что вы употребляете в сыром виде. Нет. Порошок сделайте. Да хоть готовые есть. Tayyor ham bor. Tuzalmas kasallar yaxshi bo'lib ketadi. Singan suyaklar, yemirilganlar. Isitmaga вообще zo'r. Tuyib turib yezib, bosing, Tushundingizmi? Xo'pda deysizmi? Bo'pti. Yangi profilim mana shu. Bas endi 300 ming bo'ldi.